Sen bu hayotda nima uchun yashayapsan? Har kuni ertalab uyg'onib ishni boshlashingga nima turtki bo'ladi? Maqsadmi, zaruriyatmi, qo'rquvmi? Ehtimol bu yaqinlarimiz yoki biz ularning oldida majburiyatlariga ega insonlar bizni shunchaki tinch qo'yishlari uchun har qanday ishni bajarish istagimi? Sizga ham bu holat tanishmi? Men hayotda oddiy bir narsani bilaman. Inson doimo unda ayni paytda bori bilan qoniqmaydi. Issiqlik va to'qlikda yashash imkoniyatiga ega bo'lib, u yana va yana ko'prog'ini so'rashni boshlaydi. Ko'plar yanglishib bularning ortida bizga kerakli bo'lgan baxt kutib turibdi deb o'ylashadi. O'zimning moddiy maqsadlarimga erishganimda hammasi yanada a'lo bo'ladi. Men yaxshi ishga joylashsam, ana shunda baxtli bo'laman. Nima, pul bilan muhim o'ringa ega bo'lish bu hayotda ko'p narsani hal qilmaydimi? Aksariyat baxtsiz insonlar aynan shunday deb aytadi. Sen bilarmiding, hozirda hattoki eng kambag'al uyda ham topiladigan stul kabi oddiy buyumni sotib olishga bundan bir necha yuz yillar oldin faqat boy insonlarning qurbi yetgan. Fransuz qirollar davrida butun bir saroyda faqat bir nechtagina hojatxona bo'lgan. Biroq biz ularning dabdabaligidan haligacha hayratlanamiz. Bugungi kunda har birimiz ajdodlarimizga nisbatan 1000 baravar ko'prog'iga egamiz. Qishda ochlikdan o'lib qolmasliging uchun dalada ishlashing kerak emas yoki uying oldidan hayvonlarni haydash uchun tuni bilan uxlamay chiqishing kerak emas. Hattoki yanada ko'prog'iga ega bo'lib, biz yana ko'prog'ini talab etamiz. Ko'proq avtomobillarni, ko'proq uylarni, ko'proq do'stlarni. Bir narsani yaxshi tushunib ol. Maqsadlaring sari intilish bu yaxshi, lekin baxting uchun joy qani? Ortga bir nazar tashla. Sen istagan narsalaringga erishganingda qancha vaqtga xotirjam bo'lib qolarding? Reklama, ijtimoiy tarmoqlar, televizor bizni olamdagi barcha voqealardan xabardor bo'lishimizga yordam beradi. Va shu bilan bir paytda ular bizni iste'molchilik matrisasiga tushirib, bir aylana bo'lib qayta abadiy yugurishimizga mubtalo qilish natijasida xotirjamlikdan ayiradi. Biz hozirda 21-asrda nihoyatda baxtsiz insonlarmiz. Ilmiy taraqqiyotni yaratish bilan ovora bo'lganlar bizni bunday holatga tushirib qo'yishlari mumkinligini hech tasavvur qilishganmi? Endi esa mana bular haqida o'ylab ko'r. Seni ajdodlaring internetsiz, telefonsiz, mashinasiz va hattoki uylarida dushsiz qanday qilib to'la-to'kis hayot kechirishgan. Axir u paytlarda ham baxtli insonlar bo'lgan-ku. Ular bunga qanday erishgan? Endi esa men hozir seni o'ylantirib qo'yish kerak bo'lgan bir gap aytaman. Istaganingga to'liq holda ega bo'lar ekansan, sen yangi bir ro'yxatni tuzib qo'yganingni sezmay ham qolasan. Biz yangi nuqtaga yetib borganimizda barchasi o'zgaradi deb ishonamiz, lekin bu yolg'on. Hech nima o'zgarmaydi. Sababi har doim tashqi sharoitlar mavjud bo'ladi. Har doim fotosurati senikidan zo'r yigit mavjud bo'ladi. Qomati senikidan chiroyli qiz mavjud bo'ladi. Senikidan mashinasi zo'r yoki ishi zo'r insonlar har doim mavjud bo'ladi va seni ich-ichingdan yeydigan alam hamda nafrat ham hech qayerga yo'qolmaydi. Ammo sen unga ket deb aytishing mumkin. Sen hayotingni qanday idrok qilishing, o'z holatingni va faoliyatingni qanday idrok qilishing mana shu asl baxtga erishish uchun kalit. Adekvat bo'lgan inson, men hozirda ega bo'lganlarim hammasi o'tmishdagi ishlarimning natijasi. Men hozirda shug'ullanayotganlar esa mening kelajagimni yaratadi deb ayta oladi. Buni anglash natijasida biz ongimizning eng chuqur teshiklaridan birini yopgan bo'lamiz. Bizning o'tmish va kelajak haqidagi xayollarimiz sen xayolan bugungi kunda bo'lmaguningcha baxt nimaligi haqida unutsang bo'ladi. Axir sening hayotingda barchasi yaxshi bo'lsa, bular haqida o'ylashga vaqting bo'ladimi? Baxt bu qo'rqinch yoki nafrat singari bir tuyg'u. Biz dunyoga nisbatan qanday munosabatda bo'lishimizni o'zimizni dasturlashtiramiz. Ko'nglimizni og'ritishganda yoki bizni qulaylik zonasidan olib chiqishganida biz nima deb o'ylaymiz yoki his qilamiz? Og'riq doimo mavjud bo'ladi. Xuddi hayot yoki o'lim mavjud bo'lgani kabi. Biz shiddatli dunyoda yashayapmiz va bu sayyorada tirik qolishimiz uchun har doim kurashib boramiz. Biz ko'pincha hattoki o'zimiz ham anglamagan holda maqsadlarimizni barchasidan ustun qo'yib, o'zimizni kurashishga va aylana bo'ylab yugurishga dasturlashtiramiz. Sen o'z baxting uchun biron marta bo'lsa ham nimadir qilganmisan? Agarda sen ichkilik va vaqtichog'likni baxt deb hisoblayotgan bo'lsang, unda senga achinamiz. Asl baxt bu nima degan savolga hayot sen uchun tabiiy bo'lgan izda oqishini anglab yetish javob bo'la oladi. Shunda sen o'zing to'liq ishonching komil bo'lgan ishlarni bajarasan.
sen butunlay xotirjam bo'lganingda va bor diqqatingni ayni paytga jalb qilganingda. Baxt bu sening ko'ngling xotirjam bo'lgani va sen uning ortidan yugurganing emas. Axir baxtli bo'lish degani bu ayni paytda baxtli bo'lish, u haqida o'ylash, uni kutmasdan shunchaki shu onda baxtli bo'lish degani. Sen baxtli bo'lganingda soatlar va daqiqalarni sanab o'tirmaysan. O'ylaymanki, hammamiz bolalik paytida o'yinlar o'ynaganmiz. Sen jarayonga to'liq sho'ng'ib ketgan, butun e'tiboring faqat o'yinda bo'lgan paytni esla. Bu ham qiziqarli edi, ham qiyin edi. Sen yiqilasan, lekin bunga aslo e'tibor bermaysan. Og'riq bir pasda yo'qoladi, chunki sen uchun yiqilganingni o'ylagandan ko'ra o'ynayotganing qiziqarliroq. Sen g'alaba qozonasan, lekin buni ko'proq maqsad sifatida emas, yoqimli bonus kabi qabul qilasan. Sen uchun bu maroqli jarayon va sen tez o'rganasan, biroq bu haqida umuman o'ylamaysan. Xafaliklar va qo'rquvlar haqida unutasan. Axir bu shunchaki o'yin. Sen uning ichiga qanday qilib kirishib ketganingni o'zing bilmay qolasan. Lekin endi o'yinning maqsadlari va qanday o'ynayotganing haqida o'ylashni boshlar ekansan, ishlar teskarisiga ketishni boshlaydi. Xayolan biz oqim holatidan chiqib ketamiz hamda ongimizning muvozanatini buzamiz. Oqim bu hayotimizdagi asl baxt. Bunday holat ishda, o'qishda, do'stlikda, munosabatlarda, sen uchun ahamiyatli bo'lgan hamma narsada bo'lishi mumkin. Axir sen o'z oldinga quvonchni his qilish maqsadini qo'ymagan eding. Uning o'zi sen do'stlaring bilan o'ynashga to'liq berilib ketganliging natijasida vujudga keldi. Bir vaqtning o'zida bor e'tiboringizni jalb qilib, bu haqida o'ylash va o'z darajangizni baholash imkonsiz. Forrest Gump qanday qilib stol tennisda, amerikalik futbolda va krevetkalar ushlashda eng yaxshi bo'lishini uddalay olgani esingizdami? U shunchaki o'zi yoqtirgan mashg'ulotlar bilan shug'ullangan. Zaif zakovati tufayli u savollar bermagan. U shunchaki yegan, uxlagan va ishlagan. Muvaffaqiyat va baxtga erishish uchun yana nima lozim? U doim oqim bilan hamnafas bo'lgan. Uning ongi ko'p savol bermagan, uning e'tiborini chalg'itmagan. Asl muvaffaqiyat va baxtga erishish siri ana shundan iborat. U omad yoki iste'dodga emas, o'z ustida doimiy ishlash va o'z ishi bilan mashg'ul bo'lishga bog'liq. Ushbu jarayon bilan hamnafas bo'lib, unga borimizni bag'ishlar ekanmiz, o'z oldimizda baxt eshigini ochamiz. Baxt bu harakat, bu jarayon, ular barqaror va hech nima qilish kerak bo'lmagan holat. Baxt bizning doimiy faoliyatimizning qayerdadir ichida saqlanadi. Professional sportsmen hattoki mashaqqatli mashg'ulotlardan so'ng ham uning butun badani zirqirab og'riyotganiga qaramay o'zini baxtli his etadi. Esingga tushur, sen o'ynayotganingda haqiqatdan nimanidir, ma'lum ishlarni bajarasan. O'zingdan mamnun bo'lmagan mahal esa ayni paytda bajarayotgan harakatlardan mamnun ham bo'lmaysan. Faqat o'zingni harakatlaringizni va maqsadlaringizni tahlil qilgan holda baxt oqimiga ega bo'lish mumkin. Deyarli barcha mutafakkirlar bitta yagona xulosaga keladilar. Faqat maqsadlaringizni o'zgartirish natijasida hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Ular ushbu murakkab va uzoq jarayon atrofida yangi harakatlarni va yangi haqiqatlarni yaratadilar. Biroq boshlar ekansan, sen hozir va bu yerda yashashni boshlaganingni seza boshlaysan. Shu bilan birgalikda senda o'zingga bo'lgan ishonch, konsentratsiyasi va ishlardagi muvaffaqiyat darajasi ortib boradi. Biroq bularning hammasi doimiy ravishda o'zingizni xotirjam va baxtli his etishingiz oldida ahamiyatsiz bo'lib tuyuladi. Baxtli bo'lish ustida hech bo'lmaganda 1 yil davomida ishlash natijasida siz boshqa tarzda yashash ahmoqlik ekanligini tushunasiz. Axir sen baribir ertami kechmi o'lib ketasan, barchasi o'zgaradi, biz keksayamiz, lekin umuman olganda dunyo o'zgarmay qoladi. Bizning maqsadimiz shunchaki so'nggi kunlarimizgacha yetib borish emas, balki o'zimizning hayot yo'limizni maksimal darajada baxtli bo'lib o'tishdan iborat. Umrimizning yakuni bilan yuzlashganimizda hech nimadan afsuslanmasdan shunchaki tabassum qilish uchun. Hayotimizning so'nggi kunlarida barchasi o'z mazmunini yo'qotadi. Barcha rejalar, tashvishlar. Shunda sen bu hayotdagi har bir onning muhimligini a'lo darajada anglab yetasan. Bu sen oqimdan zavqlangan holda g'alaba qozonganing singari. Nafas olayotganingda nafas olish haqida o'yla. Nafas chiqarayotganingda nafas chiqarish haqida. Ishlayotganingda esa faqat ish haqida o'yla. Onging ustida ishlashni to'xtatma. Shunda sen hayotingni to'liq yashab o'tasan.